Mesela mava yo'ldashingizdan mesela mava bildingki ma qo'ygan chog'da ma mana chitroqdan mana yardiga ma odatga kirasan. Mava belga va odatga yag'an oldi. Mesela bu yerda pul tish yo'q shunaqa. Ya pul tish yo'q. Mesela ma belga va odat qarasak mava umurtqining so'nggi mava. Mava julun. Umurtqining shakli va so'ngini ko'rdingizmi? Ma julun. Julun deganlikqa go'shtni soqqoqni chiqib qo'yliqqa yumshoq ketdi. Ya ma oldim. Bu yerda pul tish yo'q. Ma jup shundoq turamda. Mesela mana azar 是做好了，哎，这里上传了啊。Ma resimda hozir past mangludu. Bu yerda pul tish yo'q. Shundoq turamda. Ma yerda past manglusam. Bu yerda pul tish yo'q. Ko'rdingizmi? 说好的就做吧。 Bu yerda pul tish yo'q. Bu yerga ozroq pul tish paydo bo'ldi. Bu yerga qarasak oq julun. Kichik qopdi bu yerga ko'rdingizmi? Bu yer bisibdi. Shunaqa, birinchidan bu yer bisibdi. Ana qop. Bu yerniki, bu yerning barmka ma orliqda manasida. Mesela bu yerga qarasangiz qarang. Bu yerda ma julun bilan ma orliqda boshqa narsa yo'q. Ko'rdingizmi? Lekin bu yerda bor. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Eng ig'ri mava. Ma ko'rdingizmi? Ma diybanda bu asosan julun bu yerda yo'q deyardi. Kes masalancha ma'noda asosan miji tutma. Ma ko'rdingizmi? Julunning operatsiyasi bo'libmi, bilmasdan pul tepib chiqqan operatsiyani qarang. Birinchidan, ma kasallik ifodasi bo'ldi. Masalan, bu kasallik ifodasi mayayliqqa jiptatgandek og'riydigan va aniq bor. Birinchidan. Ikkinchidan, ma bilmasdan xisi qarasak, mening aniq bosgan holati bor. Birinchidan, mana Shijuangwei deymiz. Shijuangweida maningda masalan ma ko'rsan shu belda shu qo'yni beldilar manda chatroqni yag'an oldida birinchidan biz shifama julun asosan kichikdan qopmaydi inchiklam shunaqa birinchidan ikkinchidan bu yerga kelsak mayaniki masalan basmaga yaniki julun jup shumlaq to'malatda boshqa yaniki kichik ko'rdingizmi ma operatsiya qilinsa mana operatsiyaning nimalar yaxshi andan Onun başqa yamrına qarang. Masalan, yo'ldashingizniki nimlab operatsiya qilib desa, masalan, men qo'l ilib yursak, masalan, yani 2 kun bisib tursangiz, masalan, men qo'l shamda. 2 kundan keyin qo'yyorsangiz, men qo'lning sizimi oldima asli qildi. 2 oy bossangiz-chi. 2 oy bisib tursangiz, men qo'lingiz qo'lishida sizim uzoq asli qildi. Men 2 kun bisib turaman, siz asli kelmaydi. Shunga o'xshash bu, bu shunda degan inchikka oyliqqa yubran narsa bor. To'g'rimi? Az qildiğiniz ötüme mesela operatsiya qilish. O'tdi. Ma operatsiyaninki hozir misol aniq sizga deb foydasi ma past tarafdagi jiptatgan og'riqqa foydasi bo'ldi. Ma belning yuqori ma ko'krakning og'rig'i uning foydasi olmaydi. Buni ig'iz bilan og'rishim, ajaliq kasallar. Ha, o ig'iz bilan og'risa balki ma siz degan umurtqis qitilish ma'no munosabat qilish mumkin. Tushundingizmi? Ma belning yuqorisiga foydasi olmaydi. Men uning munosabati desam, yarim yo'lda qilgan lekin. Shunga masalan, hozir sizning o'ylashingiz masalan, ma operatsiyani qilamiz desak qo'lingiz o'tdimi? O'tdi. Ma qilsangiz bo'ldi ekan, tubidagi og'riq foydasi olmaydi. Pastki og'riq foydasi. Cho'q? Ana shuning qator bir xilsi yezpasi bo'lmasmi? Ha, xilsa yozdoq uni. Lekin anglayma qanday natijasi bor emasmi? Keyin biz to'g'ri birinimiz yaxshinkan. Birinimiz yaxshinkan. Uni yana to'g'ri operatsiya qilgan niyatida emasmi? Shu jonli hurmatini bo'lib ko'rsatib qilsak bo'ldi. Annelikqa operatsiya qilganligi ba'zilarida aytgan qo'zg'alab qoldi yana 5 yil. Mana gap qarang. Ammo yo'lchim qolgan bek ig'rish ketdi. Masalan, to'xtab qo'ying. Men yo'ldashingiz tug'ilganda hargiz men pul tishala tug'ilmaydi. Ko'rdingizmi? Ba'zi bilan 4-5 pul tip chiqdi. Ya'ni ikisi Yahudi deymiz, bu yerdan bor. Mana operatsiya qilgandan keyin yamrisi Yahudi bu deymiz. Ma'lumot bor. Meni operatsiya qilayotgandan keyin miyada bek ig'irnas ko'tarsa asosan qayta qo'zg'alib chiqmaydi. Tushundingizmi? Lekin ig'irnas ko'tarib qolib qolsa, miyani qo'zg'alib chiqish, qayta qo'zg'alib chiqish ehtimoli tuban. Lekin men tubidagi saqlanib ko'rdingizmi? Miya pul tip chiqargan, miya pul tip chiqamamda. Chiqadi. Tushunami? Bu bola tug'ilganda bilmasdan pul tip chiqadi, tug'ilgan bola emas bu. To'g'ri? Ig'irnas ko'tarib bo'lganim shu operatsiyani qilib bo'lgan keyin ig'irnasni ko'tarish tavsiya qilmaymiz, ko'taramiz unda emas. Ko'tarsam yaniki ham men operatsiya qilib bo'lgandan keyin asosan chiqib qolish ehtimoli tuban. Lekin miya chiqmas uchun. Miya chiqmas uchun.
Şuna asasen balonumuz poltip çıkan adam mayli operatsiya qilsin, operatsiya qilmasin, bak ig'inasi ko'tarsin demaymiz biz. Adigi gapirsa uzun mezgil mashina edisi bo'lmaydi. Uzun mezgil mashina dong 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 aytsa mashina xuddi taqa chiqimdigandek belchimdab yana og'riydi. Biz doktor ham faqat mush kasalni davolab bera olamiz, lekin o Qanaqa ishni asos qilmoqki. ha, yengilroq harakat qilmasa bo'lmaydi shu. Biz qanday aytmiz. Yengilroq harakat qilmasa bo'lmaydi. Yengil harakat qilmasa bo'lmaydi. Inoq. Mana qo'shildi, yana yo'qolsa. Shu? Shuni bir